O'lmas Umarbekov Bahor bulutlari. Bahor bulutlari O'lmas Umarbekov ijodida alohida o'rin tutadigan inson qalbidagi murakkab kechinmalar, hayotiy tanlovlar va jamiyatdagi o'zgarishlarni badiiy yuksaklikda aks ettirgan asardir. Asarda bahor fasli ramziy ma'noda tasvirlanib, u yangilanish, umid va ayni paytda beqarorlik timsoli sifatida talqin etiladi. Bulutlar esa inson ruhiyatida kechadigan ikkilanishlar, ichki ziddiyatlar va hal etilmagan savollarni ifodalaydi. Asar qahramonlari oddiy hayot kechirayotgan insonlar bo'lsa-da, ularning ichki dunyosi nihoyatda boy va murakkab. Muallif ularning orzu-intilishlari, muhabbatga, baxtga bo'lgan ehtiyoji, hayot sinovlari qarshisidagi ojizligi va matonatini chuqur psixologik tahlil orqali ochib beradi. Har bir obraz orqali insoniylik, vijdon, mas'uliyat va sadoqat kabi muhim tushunchalar ilgari suriladi. Bahor bulutlarida muallif hayotning faqat yorug' tomonlarini emas, balki undagi tashvishli, iztirobli lahzalarni ham samimiy va ishonarli tarzda tasvirlaydi. Asar o'quvchini befarq qoldirmaydi, uni o'ylashga, hayotga va o'z qalbiga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi. Ushbu asar o'zbek adabiyotida inson ruhiyati va davr muammolarini nozik his bilan yoritgani sodda, ravon va ta'sirchan tili bilan ajralib turadi, hamda keng kitobxonlar ommasi uchun qimmatli ma'naviy manba hisoblanadi.